Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan izlangach oshqozonni barmoqli chiyida uchiruvchi eroziyalar, eroziyani sababi hamda klinik belgilari, diagnostikasi, davolashi hamda asoratlari to'g'risida gaplashib o'tib ketamiz. Endi bu eroziya bu hazm tizimi, ya'ni qizilongach oshqozonni barmoqli ichagini shilliq qavatini epiteliysining shikastlanishi bilan kechuvchi holatga aytiladi. Endi eroziyani kelib chiqishi uchun bir qancha sabablar bor. Ya'ni qizilongachda bo'ladigan bo'lsa reflyuks, ya'ni oshqozonni kislotalikni qizilongachga qaytish hisobiga yo bo'lmasam dori moddalar hisobiga, yo oziq-ovqat hisobiga, yo bo'lmasam stresslar hisobiga bo'lishi mumkin. Endi oshqozonni o'ziga keladigan bo'lsak, oshqozondagi eroziyalar sababi bu sohada kislotalik ko'payib ketishi, ya'ni pepsinni ko'payib ketishi, bakteriyaning ko'payib ketishi, Helicobacter pylori yo bo'lmasam stress omillari, yo bo'lmasam og'riq qoldiruvchi tabletkalar ichilganda shilliq qavatga shikastlovchi ta'sir ko'rsatishi, yo bo'lmasam oziq-ovqatlar, zararli oziq-ovqatlar, ya'ni alkogol, dori vositalari, qanaqadir energetik ichimliklar, shunga o'xshagan bir qancha ovqatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Undan tashqari reflyuks hisobiga, ya'ni o't suyuqligi hamda me'da bezi suyuqligi oshqozonga qaytish hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Endi 12 barmoqli ichagida ham xuddi shunga o'xshagan dori moddalari, shunga o'xshagan kislotalik hisobiga, boshqa holatlar hisobiga eroziya holatlari kelib chiqishi mumkin. Endi eroziya holati bo'lganda qanaqa klinik belgilar bo'ladi? Endi klinik belgilari qizilongach oshqozon 12 barmoqli ichagidagi holatiga qarab turib bo'ladi. Misol uchun ovqatlanganda og'riq bo'lishi, ovqatni yaxshi hazm bo'lmasligi, kekirish holatlari yo bo'lmasam shunga o'xshagan bir qancha holatlar yo bo'lmasam qon ketish holatlari, axlat qori kelish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Endi eroziyada asoratlar bo'lishi mumkin. Asoratlarda yaraga o'tib ketish holatlari, qon ketish holatlari, shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Eroziyani yaradan farqli tomoni bu shilliq qavatda epiteliysining o'zida. Yarada keladigan bo'lsak, yarani shikastlanishi bu shilliq qavatda, shilliq osti, muskul qavatlargacha shikastlanishi mumkin. Bilamizki, bu hazm trakti, ya'ni oshqozonni oladigan bo'lsak, 4 ta qavat bor: shilliq osti, muskul hamda tashqi qavatda seroz qavatlari bo'ladi. Shu shikastlanishiga qarab turib farqlanishi mumkin. Endi eroziyalar bu shilliq qavatni o'zida, ya'ni yuza qismi epiteliyni o'zini shikastlaydi, yuza shikastlanish bo'ladi yaradan farqli ravishda. Endi bunaqa bo'lgan holatlarda qanaqa qilib diagnostika qilamiz? Diagnostika qilganimizda bu FGDS orqali ko'rib turib, ya'ni qizilongach, oshqozonni qismlari hamda 12 barmoqli ichagi qismlarini ko'rib turib, biz eroziv holatga diagnostika qo'yishimiz mumkin. Endi kasallik aniqlandi, eroziv holati aniqlandi, qanaqa qilib davolaymiz? Davolashda biz birinchi bu kislotalik pasaytirishimiz kerak. Kislotalik pasaytirish uchun IPP preparatlari, ya'ni pantoprazol yo bo'lmasam lansoprazol, omeprazol, shunga o'xshagan dori vositalar beriladi. Bu dori vositalari oshqozonni kislotali ishlab chiqarishni bloklab beradi. Ikkinchisi antitsid dori vositalari, ya'ni oshqozonga ishlab chiqarilgan kislotalikni pasaytirib beradi. Bularga almagel, malokus, shunga o'xshagan dori vositalari yo bo'lmasam reni, bir qancha dori vositalari bor, yo bo'lmasam kulenta, shunga o'xshagan. Undan tashqari Helicobacter pylori bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni antibiotiklar o'tkazamiz, antibiotiklar bilan davolaymiz, ya'ni amoksisilin, antibiotik, amoksisilin, klotrimizin yo bo'lmasam metronidazol, shunga o'xshagan bir qancha dori vositalar beramiz. Agar eroziya katta bo'ladigan bo'lsa, xavf yuqori bo'ladigan bo'lsa, gastrositoprotektorlar, ya'ni oshqozonda qon aylanishini yaxshilash hamda trofikasini yaxshilash hamda shilliq qavatni oziqlanishini yaxshilash maqsadida gastroprotektorlar beramiz. Bularga Rebagid yo bo'lmasam shunga o'xshagan Surkalfalt yo bo'lmasam Mukogen yo bo'lmasam Denol degan tabletkalar bor. Bu shu oshqozonda shilliq qavatini qoplab olib turib, trofikasini yaxshilab beradi. Yara yo bo'lmasa eroziv holatlarda beriladi. Yana qo'shimcha dori vositalar berishimiz mumkin. Bemorning klinik simptomlariga qarab turib prokinetiklar, spazmolitiklar beriladi. Endi asoratlari nima bo'lishi mumkin? Asoratlari
eroziyani qon ketish holatlari bo'lishi mumkin. Anemiyya holatlari kelib chiqishi mumkin qon ketish hisobiga. Yo bo'lmasam yaraga o'tib ketish holatlari bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan bir qancha holatlar bo'ladi. Davolashda birinchi o'rinda parhezga amal qilish kerak. Ya'ni achchiq mahsulotlar, oshqozonni shikastlovchi hamda kislotaligini oshiruvchi mahsulotlar cheklanadi. Endi ovqatlanishga keladigan bo'lsak, qaynatilgan, dimlangan hamda kletchatkaga boy mahsulotlar beriladi.